2011-yil 20-iyul sanasida o'zbek neft magnati Azam Aslanov Qora dengiz bo'yida Registon tasviridagi 500 kishilik to'yxonani qurdirib, taklif etilgan har 5 mehmon uchun bir donadan ofitsiantni yollab, umumiy hisobda 100 nafar ofitsiant xizmat ko'rsatgan to'yni o'tirgan. To'yxona hududi maxsus askarlar tomonidan suvda, quruqlikda, hattoki havoda vertolyotlar yordamida qo'riqlab turilgan. Mashhur rus aktyori Maksim Galkin esa to'y munosabati bilan mehmonlarni o'zbekcha tabriklab o'tgan. Turmush qurishingiz bilan tabriklayman. Sizga men muvaffaqiyat tilayman. Omad tilayman. Men sizga baxt tilayman. Menimkiyin yaxshi niyatlarimni qabul qilgaysiz, pust niyatlaringiz amalga oshsin. Kelinga uni tabriklash uchun 15 dona eng mashhur hofizlar tashrif buyurib, Jennifer Lopez tomonidan tayyorlangan chiqishlar esa haqiqiy sensatsiya bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, Akkama shu to'yda xizmat etganligi uchun $1 million to'langan ekan. To'yning umumiy byudjeti esa $15 million tashkil etgan.